shunaqa ko'rma. Mana shunaqa ko'ra, miya sonuz beradi. Mana. Qilamanmi? Sudda oson lekin juda qiyin. Shunaqa? Deb turib, oson turmayapti. Saqlanadi. Issiq javob berasan. Qara. Siz gap yo'qmi? Qiling da. Davay. Tormuz miya. Tormuz. Ha? Tormuz miya bo'lsa. Nega? Gimnoz qildim-da. Qanaqa qilib? Qanaqa Olamas mana. 3 marta ko'rsatdim. Sen sekin. Ha? Qo'li bu aylan. Qanaqa bo'pti? Eng qizig'i Ko'radi. Faqat sirpanadi. Men bunaqa qilganimda baribir bo'lmaydi. Qarab. Uni qo'ldan defitsi bor. qo'lda nima bor? Defitsi. Ular shunaqa gaplar o'rtoqlar. Kim qilsa garantiya olib Kim qila olsa kommentga yozsin. do'stlar, va nihoyat mana safarimizni 118-kunini ham boshlab oldik. Kecha bu yerda qoldik. Do'stlar, qaranglar, har erta tongda turib so'rash kerak ekanda Allohdan. Alloh meni ko'rib turibsan, eshitib turibsan, o'zing menga yo'l ko'rsat deb qo'ylar. Bir kunda bir marta ertalab yo'llaring ochiq bo'ladi inshaalloh. Do'stlar, bu xana dunyo hamma yoq har xil. Biz mana shu tuproqdan bo'lganmiz. Hamma yoqda tuproq bor. Bir kun ketamiz do'stlar. Mol dunyo, bu pullar, million, milliard pullar qoladi-yu. Bir kun shu tuproqning ichida bo'lamiz do'stlar. His qilaylik. Do'stlar, Allohdan so'raylar beradi. Inshaalloh mash oyoqlarim bilan Allohning uyiga yurib borib, iloji boricha qiyinchiliklarga chidab, inshaalloh Ka'bani shunda ushlab, sizlarga duolar qilib, do'stlar, hammamiz jannatga tushishimiz keladi, jannatda yurgizimiz keladi. Lekin bu dunyoda qilayotgan ishlarimiz tavba qilsak Alloh kechiradi. Jannatda eng ko'p insonlar tavba qiluvchilar deyilgan. Tavba qilaylik, shuncha gunoh qilib qo'ydik o'zi. Tavba qilaylik do'stlar. Bir kun qaytamiz. Bugun bo'lsa ertaga, ertaga bo'lmasa 100 yildan, 100 yil, 200 yil bir kun mana tuproqda bo'lamiz. His qilaylik bo'ldi. Do'stlar, omad. Ey Allohim, o'zing meni ko'rib turibsan, o'zing meni his qilib turibsan. Seni uyingga sen uchun ketyapman. Hammasiga chidab, o'zing menga yo'l ko'rsat Allohim. Inshaalloh o'z uyingga borib Ka'bani ushlash menga nasib qilsin Allohim. Eshitib turgan bo'lsang, duolarimni qabul qil.